Instagramda o'chib ketgan xabarlarni tiklash. Buni qanday qilish mumkin? Hozir sizga o'rgatib qo'yaman. Siz videoga like bosib, foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi bo'lib, Instagram profilimizga kirib olamiz va uchta chiziqchani ustiga bosamiz. Keyin bu yerdan Account Center deganini bosamiz. Ma'lumotlar va ruxsatlar deganini bosamiz. Axborotlarni eksport qilishni bosib, bu yerda yana bir marta export degani chiqadi, shuni bosamiz. Create export bosamiz. Export to device ni bosamiz. Birinchisiga tegmaymiz, ikkinchisiga kiramiz. Bu yerda nimalarni tiklab saqlab berishini so'rayapti. Bizga hozir faqat SMS kerak. Buning uchun hammasini o'chirib qo'yib, mana bu message deganini yoqib qo'yamiz. Qolganlarni ham o'chirib chiqamiz. Bo'lmasa fayl hajmi katta bo'lib ketib qolishi mumkin. Keyin save tugmasini bosib saqlab qo'yamiz. Endi mana bunga kirib, qachon necha oylik yoki necha yilligini tiklashimizni yozamiz. Misol uchun 3 yillik yoki 6 oylik uchun tanlab olishimiz mumkin. Bo'ldi. Endi start exportni bosamiz. Akkauntimizga parolni kiritamiz. Endi ozgina kutib turamiz. Mana ariza yuborib qo'ydik. Endi 20 minut yoki 30 minut kutib turamiz va javob keladi. Mana oradan ancha vaqt o'tdi. Endi nastroykadan yana hozirgi joyga qaytamiz. Account Centerni bosamiz, ma'lumotlar va ruxsatlarni bosib, axborotlarni eksport qilishni bosamiz. Va endi bizda download degan tugma bor mana. Downloadni bosib yuklab olamiz. Yana bu yerda parolni so'raydi, parolni kiritamiz. Endi ozgina kutamiz. Mana yuklab oldi. Yuklab olgandan keyin bizga yana bitta ilova kerak bo'ladi. Mana bu ilova VPS. Buni Play Marketdan yuklab olishimiz mumkin. Ilovani ochishimiz shart emas, bitta kirib qo'yamiz. Endi hozirgi yuklangan faylni ustiga bosamiz va shu ilova orqali ochib yoradi. Birinchidagisini bosamiz. Instagram Activity deganni. Keyin message ga o'tamiz, inbox ni bosamiz va mana bu yerda kimlar bilan yozishganingiz chiqadi. Men 4 kishi bilan yozishganman o'sha hisobimda. Kim kerak bo'lsa ustiga bosib, message ni bossak, hamma yozishmalar chiqadi. O'chib ketganlari, tashlagan videolarigacha chiqadi.